Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunqi zamanda bir padıcı yigit bolup, her günü taqqa chiqib qo'y boqidi ekan. Bir kuni bu bola qo'y beqib o'tib, nihoyatda zerikib ketibdi va amal topib ko'nglini xush qilish uchun kanat tarafga qarab, "Bo'ri keldi, qutqizinglar, bo'ri keldi" deb varqirabdi. Kanatdagi dehqonlar padıcı bolaning varqirayotganligini anglab, bolani qutqizish uchun qo'llaridagi ishni tashlab tog' tarafga qarab yuguribdi. Taqqa chiqib qarasa, bo'ri yo'q. Shuning bilan qaytib ketibdi. Padıcı bola ularni ahmoq qilalig'idan bakmi xush bo'lib ketibdi. Ikkinchi kuni bola qo'y beqib o'tib, yana zerikib ketibdi va kanat tarafga qarab yana to'g'labdi. "Bo'ri keldi, qutqizinglar, bo'ri keldi" dehqonlar bu qitimmi qo'llaridagi ishlarini tashlag'inicha taqqa yuguribdi. Biroq yanala bo'ri yo'q. Dehqonlar, "Bu bola yolg'onchi ekan. Keyin buning gapiga ishonmasak bo'lgudak" deyishibdi va kanatga qaytishibdi. Uchinchi kuni bola qo'y beqiyotganda bo'ri rostila kelibdi va qo'ylarga hujum qilibdi. Bola qo'rqqanidan "Bo'ri keldi! Qutqizinglar! Rostli bo'ri keldi!" deb varqirabdi. Bu qitim dehqonlar bu bolaning gapiga ishonmabdi va hech kim uni qutqizg'ili chiqmabdi. Shunda qilib padıcı yigit va uning qo'ylari bo'riga yem bo'pti. Do'stim, hayotda odamlar orasidagi ishonch to'liq muhim va qimmatli. Agar siz birisiga yolg'on gap qilaversangiz, siz boshqalarning ishonchidan ayrilib qolasizda, siz har qancha rost gap qilsangizmi, boshqalar sizga qayta ishonmasligi mumkin.